Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi dasturimiz davomida O'zbekistonda doimiy aholi soni har kuni necha kishiga oshayotganini ko'rib qo'ying. Yangi urushga tayyorgarlik ko'rayotgan 3 davlat nomi aytildi. Rossiyadagi migrantlar dam olayotgan hammomni omon bosdi. U yerdagi asosiy migrantlar O'zbekiston va Qirg'iziston vakillaridir. Endi shular haqida batafsil. O'zbekistonda doimiy aholi soni har kuni necha kishiga oshayapti? O'zbekistonda doimiy aholi soni har kuni o'rtacha 1700 kishiga oshmoqda. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning 1-aprel holatiga ko'ra, respublikaning doimiy aholisi 37,7 million kishini tashkil etgan. Doimiy aholi soni o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 2% ga oshgan. Joriy yilning boshidan buyon 154,6 ming kishiga ko'paygan. 2025-yilning har bir oyida o'rtacha 51,5 ming kishiga oshgan. Aholining ayni paytda, ya'ni 2025-yil 12-aprel holatiga ko'ra soni quyidagicha: ayollar soni 18,722,026 kishi, erkaklar soni 18,993,578 kishi deyilgan xabarda. Yangi urushga tayyorgarlik ko'rayotgan 3 davlat nomi aytildi. Hozirda Yevroatlantika hamjamiyatining barcha sa'y-harakatlari yangi urushga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan va Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya bu jarayonning boshida turibdi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Antaliya diplomatik forumida so'zlagan nutqida aytdi. Yevroatlantika hamjamiyatining barcha sa'y-harakatlari yangi urushga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan. Germaniya esa Fransiya va Buyuk Britaniya bilan birgalikda buning boshida turibdi, deydi vazir. Tashqi ishlar vazirligi rahbarining so'zlariga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tuzilgan Yevroatlantika tuzilmalari barbod bo'ldi va uni mustahkamlay olmadi. Barqarorlikni ham ta'minlay olmadi. Lavrov bunday tuzilmaga misol sifatida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini ko'rsatdi. Vazirga aytishicha, bu tuzilmalar mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat yomonlashib borayotganiga qaramay, keskinlikni qo'zg'atishga va Yevropani, jumladan Germaniyani qayta harbiylashtirishga muvaffaq bo'ldi. Lavrovning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi hozirda shubhasiz NATOning sharqqa, janubga borish rejalari uchun o'z hududini taqdim etuvchi Yevroatlantika siyosatining bir qismidir. Rossiya bir necha oydan beri AQSh bilan muzokaralar olib bormoqda. Uning asosiy mavzularidan biri Ukrainadagi mojaroni hal qilishdir. Lavrov avvalroq AQSh Oq uyning yangi ma'muriyati davrida tinchlikka, Yevropa esa urushga intilmoqda degan fikrni bildirgan edi. Shu doirada Lavrov Fransiya va Buyuk Britaniyaning Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarni yuborish haqidagi g'oyalarini tilga oldi. Bu ham beadablik. Bugun Yevropa yana Rossiyaga qarshi chiqdi. Barcha global fojialar yevropaliklarning tajovuzkor harakatlari bilan boshlangan, deydi u. NATO Rossiya bilan urush xavfi haqida bir necha bor gapirgan. Misol uchun, joriy yilning yanvar oyi o'rtalarida NATO bosh kotibi Mark Rutte Alyans urush davridagi fikrlashga o'tishi va uning oldini olish uchun urushga tayyorgarlik ko'rishi kerakligini aytdi. Mart oyida Yevropaning mudofaa bo'yicha komissari Andrius Kubilius Yevropani Rossiya va NATO o'rtasidagi qarama-qarshilikka tayyor turish uchun eng yomoniga tayyorlanishga chaqirgan edi. Kubiliusning ta'kidlashicha, Moskva 5 yil yoki undan kamroq vaqt ichida blok bilan to'qnash kelishga qodir. Kreml Rossiya blokdan farqli o'laroq hech qachon harbiy infratuzilmasini NATO tomon ko'chirmagan. Shuning uchun Moskva alyansga hujum qilmoqchi deyish mantiqqa to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. Rossiyada migrantlar dam olayotgan hammomni omon bosdi. Rossiyaning Moskva shahridagi Bodrosti nomli hammomda Rossiya maxsus maqsadli mobil bloki, ya'ni OMON, migrantlarga qarshi reyd o'tkazdi. Bu haqda Riyadovga xabar berdi.
Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab migrantlarning noqonuniy ravishda hammomni egallab olib, boshqa tashrif buyuruvchilarga foydalanishga to'sqinlik qilgani haqida xabarlar tarqalgan. Mahalliy aholi vakillari migrantlar rus millatiga mansub kishilarga nisbatan salbiy munosabatda bo'lganidan shikoyat qilgan. Shundan so'ng esa vaziyatga huquq-tartibot idoralari aralashgan. Riyadovka manbasining ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 40 nafar noqonuniy migrant hibsga olingan. Ular kuch ishlatar xodimlar tomonidan yerga 100 tuban yotqizilib, keyinroq olib ketilgan. Manbaga ko'ra, bir necha migrantlarga nisbatan Rossiya ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining mamlakatga kirish va unda bo'lish qoidalarini buzish moddasi bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Migrantlarning norasmiy rahbari esa hozirda tekshiruv ostida bo'lib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining noqonuniy migratsiyani tashkil etish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilishi mumkin. Ommaviy axborot vositalarida tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, mazkur hammomga O'zbekiston va Qirg'izistondan migrantlar ko'p tashrif buyurgan. Video mualliflari lavhani tarmoqqa bu yerga ko'plab qirg'izlar keladi degan izoh bilan joylashtirishgan. Facebook foydalanuvchisi Mirjan Balibayev o'z sahifasida bu voqeaga munosabat bildirgan. Odamlar hammomga shunchaki dam olish uchun kelgan edi, ammo bug' va tinchlik o'rniga omon reydi. Baqir-chaqir, hammani hayvonlardek yerga yotqizish, ko'pchilikning badanida katta ko'kargan joylar, kaltak izlari bor. Bu tekshiruv emas, bu qiynoq deya izohlagan u. Hozircha Moskvadagi huquq-tartibot organlari tomonidan ushbu reyd yuzasidan rasmiy bayonot berilmadi. Hammom ma'muriyati ham holatga izoh bermagan deyilgan xabarda.